Assalomu alaykum aziz pensionerlar, ularning farzandlari va pensiya masalasida adolat izlayotgan yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni ochiq va sodda tilda tushuntirib beraman. Pensionerlarga pul qaytarilishi, pensiya indeksatsiyasi, qayta hisob-kitob ustamalar va ko'pchilikni qiynayotgan eng katta savol. Menga to'lanishi kerak bo'lgan pul to'liq berildimi yoki yo'qmi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, buva, nogironlik pensiyasi oluvchi qarindosh yoki boquvchini yo'qotgan oila a'zosi. Agar siz bu masalani tushunmasangiz, yillar davomida kam pul olib yurishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni pensioner tanishlaringizga yuboring. Men bugun sizga qaysi holatda pul qaytarilishi mumkin, qaysi holatda indeksatsiya shunchaki noto'g'ri tushurilgan bo'lishi mumkin, qanday hujjatlarni tekshirish kerakligini birma-bir aytaman. Avval asosiy narsani tushunib olaylik. Pensiya deganda ko'pchilik bitta oddiy raqamni ko'radi. Har oy kartaga yoki pochta orqali tushadigan summa. Masalan, kimdir 1 million 200 ming so'm oladi, kimdir 2 million, kimdir undan ko'proq. Lekin aslida pensiya bir nechta hisob-kitobdan iborat bo'ladi. Ish staji, oylik ish haqi, bazaviy miqdorlar, imtiyozli davrlar, ustamalar, indeksatsiya, ba'zan qayta hisoblash, ba'zan esa oldingi davr uchun to'lanmagan farq pullari. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar o'z pensiyasi qanday hisoblanganini chuqur tekshirmasdi. Davlat hisoblab berdi, demak to'g'ridir deb ishonardi. Pensiya tayinlanganda bir marta hujjat topshirilar. Keyin odamlar o'sha summa bilan yashab ketaverardi. Ammo vaqt o'tdi. Ish stajlari arxivdan topildi. Eski korxona ma'lumotlari tiklandi. Ayrim ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgani aniqlandi. Ayrim pensionerlarning imtiyozli davrlari hisobga olinmagani ma'lum bo'ldi. Hozir esa odamlar ko'proq savol bera boshladi. Elektron tizimlar paydo bo'ldi. Shaxsiy kabinetlar, davlat xizmatlari markazlari, pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali ma'lumot olish imkoniyati kengaydi. Shuning uchun ayrim pensionerlar nega qo'shnimga pul qaytarildi, menga qaytarilmadi? Nega indeksatsiya bo'ldi deyishyapti. Lekin mening pensiyam uncha oshmadi. Nega bir kishiga 3 million farq puli tushdi, boshqasiga tushmadi degan savollarni beryapti. Mana shu joyda eng muhim masala bor. Pensiya indeksatsiyasi bilan pensiyani qayta hisoblashni adashtirmaslik kerak. Indeksatsiya odatda pensiya miqdorlarining umumiy oshirilishi, ya'ni narxlar, inflyatsiya, davlat tomonidan belgilangan oshirishlar bilan bog'liq jarayon. Qayta hisoblash esa aniq bir pensionerning hujjatlariga, ish stajiga, ish haqi ma'lumotiga yoki oldin hisobga olinmagan davrlarga bog'liq bo'ladi. Pul qaytarilishi ham ko'pincha aynan qayta hisoblash natijasida yuzaga keladi. Men sizga birinchi navbatda shuni aytaman. Hamma pensionerga avtomatik ravishda katta pul qaytariladi degan gapga ishonmang. Bu noto'g'ri tushuncha. Lekin ayrim pensionerlarga haqiqatdan ham oldingi oylar yoki yillar uchun farq puli qaytarilishi mumkin. Farq nimada? Farq hujjatda stajda ish haqi ma'lumotida va pensiya tayinlangan sana bilan qayta hisoblash sanasida. Birinchi vaziyatni olaylik. Ahmad aka 2019 yilda pensiyaga chiqqan. U 35 yil ishlagan deb o'ylaydi. Lekin pensiya tayinlanganda hujjatda faqat 28 yil staj tasdiqlangan. Nega? Chunki u 1990 yillarda ishlagan zavod yopilib ketgan. Arxiv ma'lumotlari o'sha paytda topilmagan. Natijada unga pensiya 22 yil staj bo'yicha hisoblangan. Oradan 4 yil o'tib, zavodning arxiv hujjatlari topildi va yana 7 yil ish staji tasdiqlandi. Endi Ahmad aka pensiya jamg'armasiga ariza beradi. Agar hujjatlar qonuniy tasdiqlansa, pensiyasi qayta hisoblanadi. Shunda uning oylik pensiyasi deylik 1 million 600 ming so'mdan 1 million 850 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq oyga 220 ming so'm. Agar bu qayta hisoblash huquqi ma'lum bir sanadan boshlab qo'llansa, unga bir necha oy yoki ba'zi holatlarda qonunda belgilangan davr uchun farq puli to'lanishi mumkin. Mana odamlar pul qaytarilmoqda deganda ko'pincha shu holatni nazarda tutishadi. Ikkinchi vaziyat. Muhabbat opa umrining katta qismini maktabda ishlagan. Lekin bir davrda yarim stavkada ishlagani yoki homiladorlik ta'tilida bo'lgani sababli ayrim yillar noto'g'ri kiritilgan. U pensiyaga chiqqanda hammasini tekshirmagan. Keyin farzandi uning hujjatlarini ko'rib, mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan pensiya jamg'armasidagi hisob-kitob mos kelmayotganini sezgan. Masalan, mehnat daftarchasida 1995 yildan 1995 yilgacha uzluksiz ish bor. Tizimda esa 1990 yildan 1995 yilgacha kirgan.
3 yil yo'qolgan. Agar bu 3 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, qayta hisoblash bo'ladi. Bu ham pul qaytarilishiga sabab bo'lishi mumkin. 3-vaziyat. Karim aka yuqori oylik olgan davrlarini pensiya hisobiga kiritmagan. Ko'pchilik buni bilmaydi. Pensiya hisobida faqat ishlagan yil emas, ayrim hollarda ish haqi ma'lumotlar ham muhim rol o'ynaydi. Agar odamning eng yaxshi daromad olgan davri hisobga olinmay, pastroq daromad olgan davr kiritilgan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Misol uchun Karim aka 2005-2010 yillarda yaxshi oylik olgan, lekin hujjat topshirilganda 1998-2003 yillar ma'lumoti kiritilgan. Natijada pensiya pastroq hisoblangan. Keyin u yuqori oylik davri bo'yicha ma'lumotnoma topshirsa, pensiyasi oshishi ehtimoli bor. Lekin bu avtomatik emas. Har bir holat alohida tekshiriladi. Endi indeksatsiyani tushuntiraman. Davlat pensiyalarini oshirsa, ko'pchilik mening pensiyam nega e'lon qilingan foizga to'liq oshmadi deb hayron bo'ladi. Masalan, pensiyalar 10% ga oshadi deyilsa, odam 2 million so'm olayotgan bo'lsa, 200 ming so'm qo'shiladi deb kutadi. Lekin real hayotda ayrim ustamalar, kompensatsiyalar, minimal miqdorlar, oldingi qo'shimchalar va boshqa elementlar bo'lgani uchun kartaga tushgan summa odam kutgandan boshqacha bo'lishi mumkin. Bu har doim aldov degani emas. Lekin agar e'lon qilingan indeksatsiyadan keyin pensiya umuman oshmagan bo'lsa yoki juda g'alati kamayish bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida ish staji ko'p bo'lsa-yu, pensiya tayinlashda kam staj ko'rsatilgan bo'lsa. Ikkinchidan, Sovet davri 1990 yillar yopilgan korxonalar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlarida ishlaganlar. Uchinchidan, ish haqi ma'lumotnomasi to'liq bo'lmaganlar. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya oluvchilar, chunki ularda ham alohida qoidalar bor. Beshinchidan, pensiya tayinlangandan keyin ishlashda davom etganlar. Ayrim hollarda ishlagan davrlar keyingi qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimda to'liq bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi staj bilan pensiya hisobidagi staj mos kelsa, ish haqi bo'yicha eng maqbul davr kiritilgan bo'lsa va pensiyangiz har indeksatsiyada oshib kelayotgan bo'lsa, katta xatolik ehtimoli kamroq. Lekin baribir bir marta tekshirtirish zarar qilmaydi. Pensiya hisob kitobi dorixonadagi chekdek oddiy emas. Unda bir yil, bir oy, hatto ayrim holatda bir hujjat butun summaga ta'sir qilishi mumkin. Endi eng og'riqli joyga kelamiz. Ba'zi odamlar ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerlarga pul qaytariladi. Falon ariza yozsangiz 5 million olasiz. Indeksatsiya aldov, barchadan pul ushlab qolingan kabi gaplarni tarqatadi. Men buni juda xavfli deb bilaman. Chunki pensioner odam ishonuvchan bo'ladi. Ko'pincha hujjat ishlaridan charchagan bo'ladi. Ayrim firibgarlar esa aynan shu ishlardan foydalanadi. Birinchi tuzoq, pullik yordamchilar. Kimdir sizga men pensiya jamg'armasida tanishim bor. 5 ming so'm bersangiz, sizga 10 million qaytarib beramiz desa, ehtiyot bo'ling. Qonuniy qayta hisoblash pora bilan emas, hujjat bilan bo'ladi. Sizda hujjat bo'lsa, ariza topshirasiz, tekshiruv bo'ladi, natija yozma ravishda beriladi. Hujjat bo'lmasa, tanish-bilish bilan doimiy va qonuniy pensiya oshirib bo'lmaydi. Bunday vaziyatda pulingizdan ham, asabingizdan ham ayrilishingiz mumkin. Ikkinchi tuzoq, indeksatsiyani noto'g'ri hisoblash. Masalan, pensioner 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. E'lon qilingan oshirishdan keyin u 1 million 600 ming bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin uning oladigan summasida oldingi bir martalik qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki alohida ustama bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyingi oyda bitta to'lov tugagan, asosiy pensiya oshgan. Ammo umumiy summa kutilgan darajada ko'rinmagan. Shu sababli meni aldashdi deyishdan oldin pensiya tarkibini so'rash kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha, indeksatsiya qaysi qismga qo'llangan. Uchinchi nozik masala. Pul qaytarilishi har doim ham pensiya tayinlangan kundan boshlab bo'lmasligi mumkin. Ko'pchilik men 5 yil kam olgan ekanman, demak 5 yilning hammasini qaytarishsin deydi. Bu insoniy jihatdan tushunarli. Lekin amalda qayta hisoblashda qonunchilikda belgilangan muddatlar, ariza berilgan sana, hujjat taqdim etilgan sana, xatolik kim tomonidan qilinganligi kabi omillar ahamiyatli bo'ladi. Agar xatolik pensiya organi tomonidan aniq qilingan bo'lsa, bir tartib. Agar pensioner hujjatni keyin topshirgan bo'lsa,
boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun men har doim yozma javob talab qilishni maslahat beraman. Og'zaki sizga hech narsa chiqmaydi degan gap yetarli emas. 4-istisno. Ish staji topildi degani pensiya albatta juda katta oshadi degani emas. Masalan, bir pensionerga yana 2 yil staj topildi. U endi pensiyam 500 mingga oshadi deb kutadi. Lekin aslida hisob kitobda bu 2 yil minimal ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan oyga o'ttim 70 ming so'm farq chiqadi, ba'zan umuman sezilmaydi, ba'zan esa ancha katta farq beradi. Bu odamning umumiy staji, oldingi ish haqi, pensiya turi va amaldagi formulaga bog'liq. 5-nozik joy, ishlayotgan pensionerlar, ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ular men yana 3 yil ishladim, nega pensiyam oshmadi deb so'raydi. Bu masalada ham tartib bor. Hamma ish davri avtomatik ravishda har oy pensiyaga qo'shilib ketmaydi. Qayta hisoblash uchun ma'lum muddat, ariza yoki tizimdagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham ish beruvchi tomonidan badallar, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini tekshirtirishi kerak. 6-masala, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu turdagi pensiyalarda faqat staj emas, nogironlik guruhi tibbiy xulosa muddati qaramog'idagi shaxslar, boquvchining ish staji va daromadlari kabi omillar bor. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oila bitta farzand uchun pensiya olayotgan bo'lsa, keyin yana bir farzand huquqli ekani aniqlansa, summa o'zgarishi mumkin. Yoki nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya qayta ko'riladi. Bu yerda ham hujjat hal qiluvchi rol o'ynaydi. 7-xavf, karta va pochta to'lovlaridagi chalkashlik. Ba'zan pensiya hisoblangan, lekin karta bloklangan. Bank rekviziti o'zgargan, pochta bo'limida to'lov kechikkan, merosxo'rlik masalasi bo'lgan yoki pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lishi mumkin. Odam buni pensiyamni kesib qo'yish deb tushunadi. Aslida esa texnik muammo bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham bankdan ko'chirma, pensiya jamg'armasidan to'lov ma'lumoti va pochta bo'limidan tasdiq olish kerak. Birinchi qadam o'zingizning pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjati bo'lsa, harbiy bilet, farzand parvarishi yoki imtiyozli davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar bilan kerak bo'lishi mumkin. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. 2-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qiling. Men shuni tavsiya qilaman, og'zaki so'rab qaytmang. Albatta yozma ariza bering. Arizada quyidagicha mazmun bo'lsin. Mening pensiyam tayinlanishida hisobga olingan ish stajim, ish haqi davrlarim, ustamalarim va indeksatsiya qo'llanishi bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni hamda zarur hollarda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, mas'ul organ sizga aniq javob berishi kerak bo'ladi. 3-qadam, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Bu juda muhim. Siz faqat qancha olamanni emas, nima uchun shuncha olamanni bilishingiz kerak. Hisob-kitobda nechta yil staj olingan, qaysi ish haqi davri asos bo'lgan, qanday ustamalar bor, indeksatsiyadan keyin asosiy pensiya qanday o'zgargan, bularni ko'rish kerak. 4-qadam. Mehnat daftarchangizni hisob-kitob bilan solishtiring. Masalan, daftarchada 1976 yillar orasida ish bor, hisobda esa bu davr yo'q. Darhol sababini so'rang. Balki yozuvda muhr yo'qdir, balki korxona nomi o'zgargandir. Balki arxiv ma'lumoti talab qilinar. Sababini bilmasdan turib, masala hal bo'lmaydi. 5-qadam, arxivga murojaat qiling. Eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman, shahar yoki viloyat arxivida saqlanishi mumkin. Arxivdan falon yillarda ishlagan, falon lavozimda bo'lgan, ish haqi olgan degan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Agar arxivda hujjat topilmasa, boshqa dalillar masalasi ham bo'lishi mumkin, lekin bu ancha murakkab jarayon. Shuning uchun birinchi navbatda rasmiy arxiv yo'lini sinab ko'ring. 6-qadam, bank ko'chirmasini oling. Oxirgi 6 oy yoki 1 yil uchun pensiya tushumlarini tekshiring. Indeksatsiyadan keyin qaysi oyda qancha tushgan? Qo'shimcha to'lov bo'lganmi? Farq puli tushganmi? Barchasini yozib chiqing. Ba'zan pensioner menga pul qaytarilmadi deydi. Ko'chirmada esa kichik farq to'lovlari tushgani ko'rinadi. Ba'zan esa aksincha, ko'chirmada kutilgan pul umuman yo'q bo'ladi. Hujjat bilan gapirish har doim kuchliroq. 7-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat darajasi,
Zarur bo'lsa, respublika darajasida murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, fakt yozing. Mehnat daftarchamda 1929 yillar bor, lekin hisob kitobda yo'q. Ish haqi ma'lumotnomam qabul qilinmagan. Sababi yozma tushuntirilmagan. Indeksatsiyadan keyin pensiya tarkibi bo'yicha ma'lumot berilmagan. Ana shunda shikoyatingiz aniq va kuchli bo'ladi. 8-qadam. Hech kimga hujjatlaringizning asl nusxasini berib yubormang. Faqat rasmiy idorada ro'yxatdan o'tkazib, nusxa topshiring. Pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod, bank ilovasi, paroli kabi ma'lumotlarni begonalarga bermang. Pensionerlar orasida pul qaytarib beramiz deb karta ma'lumotlarini olib, pul yechib oladigan firibgarlar ham uchraydi. Davlat organi sizdan hech qachon bank SMS kodini so'ramaydi. 9-qadam, oilangizdagi yoshroq odamdan yordam so'rang. Ko'p buvilarimiz va bobolarimiz hujjat ishlaridan qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, sizlar bu masalada befarq bo'lmang. Bir kun vaqt ajratib, ota-onangizning pensiya hujjatlarini ko'rib chiqing. Ularning 1000 so'mga ham haqqi bo'lsa, bu pul dori-darmon, oziq-ovqat. Kommunal to'lov uchun katta yordam bo'ladi. 10-qadam, barcha murojaatlarning nusxasini saqlang. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini yozib oling. Javob keldimi, saqlab qo'ying. Arxidan ma'lumot oldingizmi? Nusxasini alohida papkaga joylang. Pensiya masalasida tartib va hujjat eng katta qurol. Xulosa qilib aytsam, pensiyalarga pul qaytarilishi mumkin, lekin bu hamma uchun avtomatik beriladigan bir xil to'lov emas. Pul qaytarilishi odatda noto'g'ri hisoblangan staj, keyin topilgan arxiv hujjati, ish haqi ma'lumotining o'zgarishi, pensiya turiga oid aniqliklar yoki organ tomonidan yo'l qo'yilgan xatoliklar bilan bog'liq bo'ladi. Pensiya indeksatsiyasi esa umumiy oshirish jarayoni bo'lib, uni qayta hisoblash bilan adashtirmaslik kerak. Aldov fosh bo'ldi degan gapni eshitganda ham vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l hujjatni tekshirish, yozma ariza berish, hisob kitobni talab qilish va natijani qonuniy tartibda aniqlash. Men sizlarga shuni aytaman, o'z haqqingizni so'rash uyat emas. Pensionerning har bir so'm uning yillab qilgan mehnati, to'kilgan peshona teri, jamiyatga qo'shgan hissasi evaziga beriladi. Shuning uchun pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi? Buni albatta tekshirtiring. Agar sizda pensiya oshishi, pul qaytarilishi, indeksatsiya yoki staj bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariyada yozing. Sizning holatingiz boshqalarga ham foydali misol bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men ariza namunasini, arxidan ma'lumot olish tartibini va pensiya hisob kitobida eng ko'p uchraydigan xatolarni alohida tushuntirib beraman.